Hammaga assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Bugun 100 kun ichida $10 dan $150,000gacha challenge'imizni 23-kuni bugun ham xudo xolasa take profit olishga harakat qilamiz. Ko'rgan bo'lsanglar, o'tgan sonimizda 22-kunda MacBookimiz nima desa bo'ladi, texnik nosozligi uchun video polni nima desa bo'ladi. Shu savdo qilayotgan jarayonini ekran zapis qilaman, shuni ko'rsataman sizlarga. Shuni ko'rgan bo'lsanglar, polni qancha foyda qildim, qancha zarar qildim, shuni aytib o'tganman. Xudo xolasa bugun ham inshaalloh take profit olamiz. O'tgan safar ham take profit oldik, endi bugun ham take profit olishga harakat qilamiz. Birinchi o'rinda texnik soz qilamiz. Shuning uchun kuzatib boringlar, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, like tugmachasini bosib qo'yinglar, kommentariyada qo'llab-quvvatlab tursanglar, inshaalloh sizlarni ham o'zimni ham foydaga chiqarishga harakat qilaman. Qani bo'lmasam savdoda boshlaymiz. Mana xudo xolasa hammasi ishlayapti. Texnik soz ishlayapti. Mana savdoda xudo xolasa boshlab oldik. Kecha Bitcoinda savdo qilib yaxshi foyda qildik. Ko'p emas, kam emas, yaxshi. Bugungi foyda maqsadimiz hozir mana shu qaramayman deb bugun bo'ladi. 1 minut. Bugungi foyda maqsadimiz bugun 20 bugun nechinchi kun? Bugun 23-kun. Bugun 23-kun bo'lsa men nima qildim? Bugun 23-kun ekan. Mana qaranglar, katta xato qilganimni. Men 20-kuni $4 foyda ko'rishim kerak ekan. 21-kuni $6 foyda ko'rishim kerak ekan. 22-kuni ham $6 foyda ko'rishim kerak. 23-kuni men $8 foyda ko'rishim kerak ekan. Men 22-kuni $8 foyda ko'rdim. Allohga shukr. Reja bo'yicha ketyapti ekan. Просто men shu rejani $4 deb o'ylabman. Uzr, shu 22-kun bilan 21-kuni men sizlarga shu video chiqarayotgan boshida foyda maqsadim $4 deganim uchun uzr so'rayman. Mana hozir o'sha xato to'g'rilash uchun mana sizlarga aytib ketyapman. Agarda men bilan birga savdo qilmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimda signal va ideyalar tashlayman. Qaysi parada qanaqa nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, shu hammasini tashlayman. Sizlar просто meni kuzatib, obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Boshqa hech nima kerak emas menga. Endi xudo xolasa shu qilgan analizlarimni hammasini tezlashtirgan kadrda shundan keyingi videoda qo'yib boraman. Shuning uchun sizlar kuzatib, obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Shunisi yetarli. Qani bo'lsam ketdik. Mana xudo xolasa savdoda tugatib oldik. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana men bu yerda savdoda yopganman. Mana 786 turgan joyda savdoda yopganman. Birinchisida emas, ikkinchi откатida. Foyda maqsadimiz $8 edi. Biz $19.74 foyda ko'rdik. Mana sizlarga qayerda ochgan, qayerda yopganimni ko'rsataman. Mana ko'rishinglar mumkin. Ko'ryapsizlar, qayerda ochilgan? Mana bir xil joyda ochilingan. Mana bir xil joyda ochilingan. Bir xil joyda yopilingan, hech qanaqa noto'g'ri vaziyat yo'q. Mana birinchi откат mana. Mana ikkinchi chiqishida yopilingan. Take profit bilan обязательно yopilingan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, take profit olganman, yashiringan. Bu analiz Allohga shukr. Kanalga ham tashlangan mana. Garantimiz olishiga ozgina qoldi. Mana ko'ryapsizlar.
garant ham berganman 50 pips, mana garant 60 pips. Ag'ini narslaringga qarab qo'yaverasizlar. Mana 60 pips. Endi sizlarga mana ko'rsataman. Kanalimiz qanaqa zo'r yurayotganini. 76 pips yurib bergan. Yurayotgan bo'lsalar, 60 pips garant deganman, garantni ortig'i bilan bajarib bergan. Stop loss 19 pips bo'lgan. Hech qanaqa nima yo'q, aldov yo'q. Mana men sizlarga ko'zlaringni oldilaringda mana video qilib ko'rsatib beryapman. Kanalda ham mana ko'rsatyapman. Sizlar birinchi o'rinda mana shu YouTube kanalimga obuna bo'lib, Telegramga o'tib, mana shuni ko'rsanglar bo'ldi. Boshqa hech qanaqa yolg'on yo'q. Ishonmasalaring kirib mana ko'rsalaring bo'ladi. Endi nima demoqchiman bu gapim bilan? Xudo xolasa $10 da $150 ming qilmoqchiman dedim. Shuni qilaman dedimmi? Qilaman. Xudo xolasa inshaalloh. Sizlar prosta meni qo'llab-quvvatlab, like, podpiskani bosib, kommentariyada qo'llab-quvvatlab tursanglar, inshaalloh sizlarni ham, o'zimni ham foydaga chiqarib, mana shunaqa sizlarni xursand qilaman. Shuning uchun sizlar meni qo'llab-quvvatlab YouTube kanalimga obuna bo'lib tursanglar, inshaalloh hammamiz yaxshi niyatga yetamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Hammalaringga shu videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun rahmat.